Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana bugun 29-oktyabr 2025-yil. Aziz tomoshabinlar, bu video 29-oktyabr kuni syomka bo'lyapti. Misol buni men montaj qilib qo'ygunimcha 3-4 minut kutib qolish mumkin oradan. Ba'zi ash nohiyasi Appon qishlog'iga 6 kilovatlik solnechli batareya qo'yib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Tojikistonda Libo joyga borib solnechli batareyani ustunovka qilib beramiz. Hozir bu yerda Appon qishlog'ida 6 kilovatlikni ustunovka qilinyapti. 6 kilovatligi qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, necha pulga tushadi, hammasi haqida xudo xolasa aniq ma'lumot beramiz. Xudo xolasa kanalimizni kuzatib boringlar. Qani bo'lmasa ketdik mana bolalar. Xo'p, aziz tomoshabinlar, mana kelganmiz. Panellarimiz mana 6 ta panel qo'yilyapti baga. Mana 6 ta panel qo'yilyapti mana. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, bittasi baland hozir ko'rsataman. Mana bolalar xudo xolasa qo'yilyapti mana bu bittasini. 6 ta panel qo'yilyapti 6 kilovatligidan. Xudo xolasa mana ichkarlarini yana ko'rsatib ketaman. Xo'p, mana aziz tomoshabinlar, ko'ringlar. Hop, avtomatlarni ham zo'ridan qo'yiladi. Unaqa arzon narsa qo'yilmaydi. Montajga ham e'tibor berasizlar. Montajga ham sifat kачествоlarni ko'ryapsizlar. Hamma nimasi ichida bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Firma nomini eslab qolinglar. Boshqa joylar bilan solishtirib ko'rish uchun mana firma eng zo'r mana shu bo'ladi. Hop, bu haqida aniq ma'lumot beramiz aziz tomoshabinlar. Bu svitka esa zaryad oladi. Inverterni bo'ladi bu. Svitka esa zaryad oladi, svitka o'zi qo'shiladigandan bo'ladi. Hop, mana shu bo'ladi mana. Akkumulyator mana shu bo'ladi, Lion batareya bo'ladi, sifati zo'ridan bo'ladi. Ko'ringlar aziz tomoshabinlar, mana ko'ryapsizlarmi? Avtomat o'zida bo'ladi. Mana 2 ta plus, 2 ta minus bo'ladi aziz tomoshabinlar buni. Va hepsi zo'r bo'ladi. Bitta knopkani bossanglar ishlayveradi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'ringlar. Mana zaryadni ko'rsatib turadi mana. Hozir 4 ta zaryadi bor ekan, pashti to'la zaryadi. Hozir shuni uyga qo'shilsa buni ishlayveradigandan bo'ladi mana. Hozir mana montajlarni qilamiz. O'sha necha pulga rasxod, necha pulga tushyapti, nima bo'lyapti, hammasini chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz aziz tomoshabinlar. Xo'p, mana aziz tomoshabinlar, panellarni ustunovka qilinyapti. Juda ko'p joyda ko'rsanglar, mana bunda reykaga o'tkazadi. Biz buni profilga o'tkazamiz. Profilga reyka emas aziz tomoshabinlar. Sifat birinchi o'rinda bo'ladi mana. Bitta musaffo osmonimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Ash nohiyasi Appon qishlog'i mana. Osmondan qaraganda shunaqa go'zallikka duch kelasizlar mana, ko'ringizlar. Xudo xolasa mana 6 ta panelni qo'yamiz. Yana bitta syomka qilamiz xudo xolasa. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Mana panelimiz orqasi bo'ladi aziz tomoshabinlar. Mana bir-biriga qo'shishga, stikerlarni ham ko'ryapsizlar, baquvvatligini. Firmasini yana bir marta ko'rsatib o'tamiz mana. Mana shu firmadan bo'ladi. Mana 3-panelimizni ham qo'yapmiz aziz tomoshabinlar, xudo xolasa. Yana 3 ta qoldi. Xudo xolasa 3talasini qo'ygandan keyin yana 6 ta bo'ladi. Mana. Mana aziz tomoshabinlar, baquvvatligini ko'rasizlar, 4 ta samarasi qotiriladi. Boshqa stolga o'xshab 2 ta samarasi qotirib qo'ymaymiz biz. 4 ta qotiramiz. Keyin buni orasini ochib ketamizki, shamolda ventilyatsiya o'tirish uchun, shamol kirib chiqib turish uchun. Qizib ketmaydi xudo xolasa panellarimizni. Mana, buni ham ochib ket, hammasi ochib qo'yiladi. Shamol kirib chiqib, shamolda aylanib turish uchun. Xizmatingizda usta Elyorbek xizmatingizda mana xudo xolasa. Ash nohiyasining Libo joyga borib, dastlabki ustunovka xizmatlari bor. Panellarimiz razmeri 1.13 ga 2.26 mi? 2.26. Ana shu panelni ko'rib turganinglar mana Tojikistonning Libo joyga dastlabki qilib beramiz. Eng arzoni bizda. Sifatli ham bizda keyin azizlar, profilni ko'ryapsizlar mana, uncha sinmaydigandan bo'ladi lekin. Sifat birinchi o'ringa. Usta Elyorbek sizning xizmatingizda mana. Adresmon Qoramozor, Libo joyga qo'yib beramiz. Keyin kamera ham qo'yib beramiz, video navigatsiya xizmatlari ham bor, xudo xolasa qo'yib beramiz mana. Xo'p, aziz tomoshabinlar, xudo xolasa mana 6-panelimiz ham qo'yilyapti. Mana 5 tasini qo'yib oldik. Xudo xolasa aytib o'tganimizdek, har bittasining orasida mana joy qoldirilgan, havo aylanib turish uchun, qizib ketmasligi uchun. Samarezlar o'sha 4 tadan qo'yilyapti mana. 3 ta panel o'zgarilyapti mana semichga. 4 ta profilga qotirilyapti. Xudo xolasa bugundan boshlab bu ishga tushiriladi hozir. Ko'ringlar mana. Svitdan umuman problema bo'lmaydi. Svit ishlab turadi. Postoyanniy svitida bo'ladi xudo xolasa uyda. Aziz tomoshabinlar, hozir mana shu yerga mana 6 ta panel qo'yilyapti. Plus minus 3 kilovat tok beradi sizlarga. Bunda hozir televizor ko'rsanglar ham bo'ladi. Aksariyat svit muammosi yo'q bizda. Svit, polni svitlar bo'ladi. Xudo xolasa televizor ko'rsanglar ham bo'ladi bunda bemalol.
Mana Tojikiston bo'ylab xudo xolasa ustunovka dastlabki xizmatlari bor. Hozir Ash nohiyasida Oppon qishlog'ida qo'yilyapti mana. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, usta Elyorbek jamoasi bilan xudo xolasa Usta Muhriddin kompaniyasi ta'minini ish qilyapti mana, kelinglar. Chiroyli qilib qo'yib beramiz. Mana aziz tomoshabinlar, 6 batareyani qo'yib oldik. 3 kilovat, plus-minus 3 kilovat beradi. Ko'ringlar mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 trans bo'lgan hisobiga orasi sal kattaroq ochildi barni. Hammasini cho'tki qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa videoni oxirida tomosha qilsanglar, qanchaga tushishini aytamiz xudo xolasa hammasini. Plus-minus. Mana aziz tomoshabinlar, ko'ringlar, batareyani qo'ydik. Simlarni tortdik. Hozir ustunovkalarni qilganmiz ichkariga. Hozir kirib ko'rsam, ya'ni ustunovkalarni qanaqa bo'lgan, nima bo'lganligini ko'ringlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Ash nohiyasi bo'ylab dastlabki ustunovkasi bor. Tojikiston hamma joyga borib ustunovka qilib beramiz. Kimga necha kilovatligi kerak bo'lsa. Mana aziz tomoshabinlar, pastdan ko'rinishi. 6 batareyani paneli chiroyli qilib o'rnatdik. Endi ichkaridan xabar olamiz qani. Va assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana o'sha opondagi ishimizni polni tugatdik. 6 ta panel qo'ydik-a ustaga? 6 ta panel qo'ydik. Xo'p. Bu qanaqa nimani vazifani bajaradi? Bu nima vazifani bajaradi? Panel qo'ydik. Mana bitta litij железо fosfat 5 kilovatli akkumulyatorimiz, bitta 6.2 inverterimiz bo'ladi. Inverter nima vazifani bajaradi mana? 6 kilovatlik mana 6 ta panel bilan hozir beradigan toki yaxshi qayt. Mana bir bo'lsa 2620 watt 21 watt tok beryapti ana shu. Akkumulyatorga 42 ampere zaryad beryapti. Xo'p. Buni endi nima ishlasa bo'ladi hozir ana shu qo'ygan holatimizga? Bu holatimizda quyosh bor paytda xohlagan narsangizni ishlatishingiz mumkin. 5 kilovatgacha bo'lgan narsani, ha. Choy qaynatsa bo'ladi. Televizor ko'rsa bo'ladi. Televizor ko'rsangiz bo'ladi, bemalol. Ovqat qilsa bo'ladi. Mashin ana bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'p, endi bu hozir oponga qo'yilgan holatda aziz tomoshabinlar, o'sha narxini hozir chiqizib aytamiz sizlarga, bir marta ko'rasizlar mana. Agar batareyani ikkita qo'ysanglar, mana bundan ikkita qo'yilsa, bu eng zo'r ana shu bo'ladi hozir, ha. Xohlasangiz 5 kilovatlikdan ikkita parallel ulashingiz mumkin, xohlasangiz 10 kilovatlik, 15 kilovatlik akkumulyatorlar bor. Bor, ha, bo'ldi. Xo'p, mana ustakamiz aytgandek, o'sha akkumulyator zo'rdan qo'yilgan, unaqa nima emas. Boshqa joyda ko'rsanglar, mashinaning akkumulyatoriga o'xshaganlarni qo'ygan, undan ham bu hozir yangi texnologiya, yangi avlod deyiladi. Eng zo'r mana shu bo'ladi hozir. Pashto o'sha narxga tushadi. Ha, pashto o'sha narxga tushadi. Tushishi menyu hammasi bor. Mana bu yerda ham mana ko'ryapsizlar aziz tomoshabinlar, mana avtomatlarni hammasini chiroyli qilib qo'yib, hammasini o'rnatib berilgan. Hammasi ko'rsatib turibdi. Hozir uyga mana tok ketyapti. Hammasi ko'rsatgan joy. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Xudo xolasa mana Ash nohiyasi bo'ylab dastlabki ustunovkasi ham bor. Xo'p. Tojik Ash nohiyasidan tashqarisiga ham hamma joyga olib borib o'rnatib beramiz. Agar sotib olaman desanglar ham o'zimiz Xitoydan birinchi qo'lab kelamiz. Arzon narxlarda, misol batareyani, inverterlarni, panellarni hammasini arzon narxda qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa aziz tomoshabinlar, mana birinchi qo'l Xitoydan o'zimiz olib kelamiz. Biz birovdan olib naqd o'tmaymiz. Birinchi qo'l o'zimiz premo olib kelamiz, premo sotamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mana aytib o'tgandek ustagamiz hamma joyga olib borib, ustunovka qilib qo'yib beramiz. Va mana shu Oppon qishlog'iga qo'yganimiz mana 6 ta panel qo'ydik. Ustakamiz aytgandek, bitta inverter, bitta batareya qo'yilgan, avtomat simpim hamma yog'i ichida 22.000 somondan 25.000 somongacha qo'yib beramiz. Endi nimaga bunaqa narxni o'zgaryapti desanglar, mana bu avtomatlarning har xili bor. Mana bu ko'rsatib turgan har xili bor. Simlar, mana simlari ham baquvvat mana. Pashti qo'limda kelyapti, simlarni ham ko'ryapsizlar. Shu nimasiga razisa qiladi. Xo'p, Ash nohiyasi bo'ylab ana shu holatda bo'lsa, mana shu ko'rgan narsalarni 22.000 somondan 25.000 somongacha qo'yib beramiz, xudo xolasa. Hamma yog'i ichida, hech nima bermaysizlar. Hammasini o'zimiz olib boramiz, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Doimo tan joninglar sog' bo'lsin. Nima xizmatlar bo'lsa aloqa chiqaverasizlar aziz tomoshabinlar. Biz doimo xizmatdamiz.